har qanaqa narsani sotishda qadriyat bilan sotishga, mijozni o'ylab sotishga harakat qilinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bundan bir necha yil avval bitta kursga tasodifan ro'yxatdan o'tib qo'yganimdan keyin 3 oy meni zeriktirib shu kursni sotishga o'tkazishga rosa harakat qilishgan. Sotuv bo'limi juda qattiq urush bergan edim. Nima qilib sotishga harakat qilmanglar deb. Va bugun men o'zim hech qanaqa sotuvlarsiz, ro'yxatdan o'tkazishlarsiz bir yaxshi mutaxassis, o'zimizning fikrimizga mos bo'lgan bir yigit bilan yaqindan tanishdik. Avvalam Instagramda ko'rishib yurardik. Mana shu yigit haqida ko'rish, yuzimizga o'tirganimdan keyin xulosalar aniq bo'ldiki, ya'ni o'zini xizmatini sotayotgan yoki kursini sotayotgan, umuman trening sotayotgan har qanaqa odam sotuv uslubini xuddi shunaqa shaklga o'zgartirish kerak ekan. Chunki men o'zim perfeksionist sifatida o'zim chiqib tanishga harakat qilgan yagona insonlardan mana shu yigit bo'ldi. Men sizlarga ko'rsataman. Abdulboriy. Abdulboriy aka. Rahmat, ishonch uchun, hurmat uchun aka. Mana maza qilib to'g'risi gaplashib, kam sonli tadbirkorlar ro'yxatida turar ekanlarga juda maza qildik. Rahmat. Rozi bo'lsa aka. Bu kishi Muhammad Yusuf. Tibaholligida, Xorazm shohligida. Zafarjon aka, alohida rahmat. Sababchi bo'ldilar uchrashishimizga. Shunaqa gaplar. O'shanga siz ham harakat qilgan o'zingizni xizmatingizni, mahsulotingizni har qanaqa narsani sotishda qadriyat bilan sotishga, mijozni o'ylab sotishga harakat qilinglar. Xuddi shunaqa sotuvga harakat qilmoqchi bo'lganlar yoki bilaks har qanaqa uslubda sotayotgan odamlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. O'rganishsinki, mana umrida trening, umrida internetdan xizmat sotib olmagan odam ham sotmasdan turib sotib olishga harakat qilganini ko'rib qo'yishsin. Salom bo'linglar.